İstanbulda qiz-o'g'il qarilarga toj kiydirish murosimi o'tkazildi. 27 dekabr İstanbulning Zaytinburnu rayonida Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining Safaköy va Zaytinburnu sho'balaridagi qizlar Qur'on kursidagi qiz o'quvchilarga qarilik shahodatnoma tarqatish va toj kiydirish murosimi o'tkazildi. Murosim qiz qarilarning mo'ngluq Qur'on tilovati bilan boshlanib, Safaköy va Zaytinburnudan qarilikni bitirgan 14 qiz Turkiya Diyonat ishlari idorasi tomonidan tarqatilgan qarilik shahodatnomasini topshirib oldi. Qarilik shahodatnomasiga erishgan qiz qarilarga marhum ustoz Abdulhakim Maqsumajimning ayoli Maryamgul xonim oltin taqidi. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati ayollar bo'limining mas'uli Munavvar xonim, Zaytinburnu Qur'on kursining mas'uli Xurshida xonim, Safaköy qizlar Qur'on kursining mas'uli Rana xonim, Havva Avshar xonim qatorliq o'qituvchilar qarilik shahodatnomasiga erishgan qizlarga oltin toj kiydirdi. Murosimning oxirida Sultan Sutuqbug'raxon ilm va madaniyat vaqfi o'qitish ishlarining mas'uli Umar Qari hojimning yetaklishi bilan Sharq Turkistondagi Xitoy tajovuzchilarining zulmi ostida ingrayotgan qarindoshlarimizning Xitoy zulmidan tezroq qutulishi hamda Xitoy kommunistlarining halokatiga duolar qilindi. Xi Jinping yaqinda bir qancha qitim yoshirin qasdga uchirgan. 28 dekabr Shintangrun to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy raisi Xi Jinping yaqinda bir qancha qitimliq yoshirin qasdga uchrab, kayfiyati jiddiylashib ketganlikdan doktorxonaga elib berilib, 15 soat sog'lomlik tekshirishidan o'tgan. Xabarda Xi Jinpingni o'ldirish uchun Beijing universiteti yig'in zaliga noma'lum kishilar tomonidan bomba qo'yilganligi, biroq bomba Xi Jinping yig'in zaliga kelishdan burun bayqilib elib etilganligi, keyin bombani qo'ygan kishi yuqori darajalik harbiy amaldor Fang Fenghui bilan Jangyang ekanligi aniqlanib, bu ikki amaldorning hukumatni ag'dirish jinoyati bilan qo'lga olinganligi. Shundaqla bu ikki harbiy amaldor yana Xi Jinpingni 1976-yili 4 kishilik guruh tutilgandek tutib kontrol qilmoqchi bo'lganda bir qancha kun burun bayqilib qolganligi bildirildi. Xitoy raisi Xi Jinpingning Xitoy Kommunist partiyasi 18-qurultaydan beri 6 qitim qasdga uchirganligi bildirilmoqda. Rossiyadagi bir savdo saroyida portlash yuz berdi. 28 dekabr Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Rossiyaning Sankt-Petersburg shahrida yuz bergan portlashda 9 kishi yaralanib, 50 kishi savdo saroyidan chiqarilgan. Voqeadan keyin rayonga ko'p sonda qutqizish va o't o'chirish mashinalari avatildi. Voqeaning sababi va kimlarning qilganligi texnicha aniqlanmadi. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li loyihasi. Yangi Akit gazeti xabarida ma'lum bo'lishicha, Qirg'iziston qatnash tosh yo'l ishlari ministri Jamshidbek Kalilov, Xitoy Davlatlik taraqqiyot va islohot komitetining muavin mudiri Jing Chiping, O'zbekiston Davlatlik tosh yo'l ishlari komitetining muavin mudiri Akbar Shukurovning riyosatchiligida 3 taraf faoliyat guruhi yig'ini chaqirildi. Yig'inda 3 taraf temir yo'li kesib o'tadigan eg'iz va loyihaning boshqa tafsilotlari haqida muzokara olib borgan bo'lib, aprelda Toshkentda qaytadan bir yerga jam bo'lish to'g'riliq birdaklik hosil qilindi. Sudanning Savakin oroli Turkiyaga berildi. Qrim agentligi bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Sudan tashqi ishlar ministri Ibrohim G'andur Qizil dengiz bo'yidagi Savakin orolining Turkiyaga ajratilishi to'g'risida to'xtalib, bir butun rayon emas, faqat Savakin orolida mablag' selish va hamkorlashish sifatida Turkiyaga berilganligini, burunqi zamonlarda haj safarining boshlanish nuqtasi bo'lgan bu rayondan ham ibodat yo'li ham sayohatchilik bo'yicha o'rtaq mablag' selish sohasi sifatida foydalanmoqchi bo'lganligini, bu ahvollardan boshqalarning benormallik his qilmasligi kerakligini bildirdi.